Hazreti İsa kemiga tushib, ko'ldan o'tib, o'zi tug'an shahar Kapernaumga qaytib keldi. Kishilar zamirga yotqizilgan bir polashni uning oldiga elib keldi. Ularning ishonchisini ko'rgan Hazreti İsa yelqi polashga: "O'g'lim, xotirjam bo'l. Gunohlaring kechirim qilindi", dedi. Bir qancha Tavrat ustozlari ko'nglida bu odam kufrlik qildi deb o'yladi. Ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa ularga: "Nima uchun yomon o'yda bo'lisizmi? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur, mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray", dedi. Ondan polash kasalga: "O'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt", deb buyurdi. Yelqi odam o'rnidan turib, uyiga qaytdi. Buni ko'rgan ko'pchilik qo'rqishib, insonga bunda huquqni bergan Xudoga madhiya o'qishdi.